Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bugun 10-iyul, hafta kuniga chorshanba. Optim yurish markazimiz yana ish faoliyatlarini boshladi. Shakarlarni arzon narxlarda olib kelib qo'ydik. Yurishlarda yana yangilari zo'rlaridan keldi. Xudo xolasa kelaverasizlar. 60 xildan ziyod yurishlarimiz bor. Kelinglar, hammanglar. Yurishlardan olinglar, sifatli mahsulotlardan. Mana Paxtavodda boy kechik yurishlari. Lazer yurishlarimizni udallari ham kelib qoldi. Xudo xolasa inshaalloh. Lazer qilish degani. Manzilimiz 80 metr. Soqoq somsani oldi. Pampers do'koni yonida Optim yurish markazimiz. Kelaverasizlar. Salomat bo'linglar.